Lişimizde davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Kararının keyindeki suikast. Amerika Cumhuriyeti parçalamakçı mavzulu haber 7. ayının 15. gün Dovit orbiti ilan kılındı. Neme deydi Dovit orbiti haber ilan kılıp kararının keyindeki suikast. Yani Gaaga sotu ilan kılan kararının keyindeki suikast. Amerika Cumhuriyeti parçalamakçı. Mavzulu haber 7. ayının 15. gün Dovit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Janubi Deniz toğrusida xalqaro sotning qarori e'lon qilingandan keyin aloqador masalalar nihoyatda tezlikda echib, avzaylab, dunyoviy xarakterlik jamoat fikrining biron chopqunining manbaiga aylandi. Növbətdə Ağsaray Dövlət Bexatarligi Asiya İşlərinin yuqori darajalik direktori Washingtonda nutq so'zlaganda bundaq ko'rsatdi. Janubi Deniz Amerika'nın en yüksek devlet menfaatidir. Bu söz Amerika'nın yuqori darajalik amaldarının tunji qitim oshkora sorunda so'zlab en yüksek devlet menfaati deyish orqali Janubi Deniz to'g'risida maydonini ifodalaganligidir. Deydi Dovitor bitigi maqola yozuvchi, xabar yozuvchi odam. Amerika gerçi sotning qaroriga bevosita aloqador davlat bo'lmasa-mu, Gaaga sotining qaroriga bevosita aloqador davlat bo'lmasa-mu, lekin hamma kishiga ayonki, dal Amerika bu qatimqi talash tortishning orqasidagi eng cho'ng boshqaruvchidir. Deydi Dovitor beti xabarida. Amaliyotda Janubi Deniz masalasi Amerika Cumhuriyetini cheklaydigan birdan-bir vosita emas. Yaqinqi yillardan beri Shangangda nadibizm, oshqun tashkilotlarning faoliyatlari yuqori maqomga ko'tarilmoqda. Bundaq ko'tarilish Amerikaning kuchiga munosibatsiz emas. Deydi xabar yozuvchi. Xilma-xil hodislar oshkorlab berdiki, Amerika Janubi Deniz to'g'risidagi qaroridan foydalanib, Junguni parchalab boshqarishdan iborat suiqasdni bozorga soldi deydi xabar yozuvchi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasining ministri Ashton Carter Amerika armiyasining Janubi Denizda chorlash elib berishi bu ulug'vor planning bir qismidir. Asiyada muvozanatlashtirish, diplomatiya, iqtisod, harbiy ishlarni birga elib berish deganlikdir, deb ko'rsatgan. Jungo bir necha 10 yildan beri uchqandak taraqqiy qilish orqali universal kuchini zo'r darajada oshirdi. Uning iqtidori hozir Jungoning iqtidori Osiyoda, hatto butun dunyo doirasida Amerika, Rossiyadan iborat ikki cho'ng davlatdan eshib qolgan huquq boshlig'ini egallab bu iqtidori bilan Amerika bilan Rossiyadan eshib qolgan huquq boshlig'ini bugun Jungo o'zining iqtidori bo'yicha egalladi deydi xabar yozuvchi. Hatto Amerika yetakchiligidagi hozirgi dunyoning tartibiga xiris qiladigan holat keltirdi. Jungoning iqtidori o'sibdi, shunga bu iqtidor hozir Amerikaning dunyo tartibi yetakchiligidagi dunyo tartibiga Jungoning xiris qila oladigan bir holga kelganligini ya shu holga keltiribdi. Bularni Amerika albatta ko'rishni xohlamaydi, lekin Jungoning xiris qilishni ko'rishni xohlamaydi. U ya'ni Amerika dunyo ishlaridagi yetakchilik o'rnini saqlab qolmoqchi bo'ladi ekan, tabiiy holda Osiyoga qaytib kelishi, turli vositalar orqali Jungoning bosh ko'tarishini cheklash kerak, deydi xabar yozuvchi. Jungoda millatchilikning bosh ko'tarishi ve milletçilikning bosh ko'tarishi ve milli davlatlar nega bordi? Mavzulu kitobda ko'rsatilishicha, Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosining Junguni cheklashining 3 xil taktikasi bor ekan. Buning biri Junguni parchalab boshqarish. Amerika Junguga qaratgan strategik vaziyat holatini sobiq Sovetlarga qaratgan soğuk münasebetler uğraşı
karma karşılığı okşutup, soğuk münasebetler uğraşı arkalık, sabık Sovetlerine parçalagandak, Cungunu parçalaştı, ham hiyal kıldı deydi o haber yazgıcı. Eğer sizden degeninizdek boladiganlar bolsa, Amerika Cungunu parçalaştı, sizden degeninizdek ham hiyal kılgan bolsa, elbette şahsen ben kollayman haber yazgıcı efendi.